Cho'pon aka. Cho'pon aka. Xudo xolasa, hozirlari mana bu kirish xodlari uyga, mana bu oshxonalar. Tomlarni bu yaqinga bu o'pirib tushadi. 4-aprel 2025-yil mana 100-xonadonga ham yetib keldik. Qisqacha qilib aytaman. Shu organ sohasidan nafaqaga chiqqanda akamizni ham o'zlarini ham sog'liklari yo'q. 3 nafar farzandlari bor. Ayollari ham 3 yil oldin shu ruhiy kasal bo'lib xullas ketib qolganlar otalarining uyiga, chunki sog'liklarini tiklab bo'lmagan. Biz shu oilani qo'llab-quvvatlab, shu uylarni ta'mirlab berishga keldik. Juda muhtoj. Yorilib ketgan. Xonlargacha yorilib ketgan. Mana bu yoqni ham ko'rsatdim. To'lay ham teshilib ketgan. Qo'llar ham. Malades. Zo'r yigit ekan bular. Shirib ketgan ekan. Davom etyapti. Cho'kib ketganda mana bu uyni tomi. Ichkarida kuyal. Harakat qilib bolalarga bir sharoit yaratishdi. Damay demasida bu xursandchilik. Hamma ham qilmaydi bu ishni. Men har doim aytaman, hamma qilmaydi. Ko'pchilik qilmagan ishni qilyapsan deyman bunga. Rahmat ustoz. To'g'risida Sizlarning duolaringiz. man degan odam qila olmaydi bu ishni. Rahmat. Hozir 100-xonadan kelib turibmiz, men ko'rib ko'z quvnaydi. Hammaga shunaqangi bir mehr, muhabbat, Rahmat ustoz. saxovatpeshanlik bo'lish nasib aylasin hammaga. Hammaga. Bu kimdir aytadiki, "Ya u bu qilyapti." Yo'q. Hammaning qo'lidan kelmaydi bu ish. Shuni. Bu hammaga emas. Men buni baralla aytaman, hamma joyda aytaman, baralla. Hammaga emas. Shunchalik bo'lyapti, quvonch kiryapti oilaga, biz xursandmiz. Qolaversa aytgandek, Nazir hozir gapi, qolaversa yuzboshimiz gapi, bu insonlar. 70 yil ichida bir marta ham ko'rmaganman-da shunchalik yordam beradigan odamlarni demak. Shunchalik yordam berishdi. Rostdan ham birinchi marta ko'rishim. Uni qo'shlar ham hayron. Hayron. Nima bo'lyapti deydi hammasi. Xudo xolisa tinch yashashsa bo'ldi. Mana kim nimaki qo'ldan nimaki anaqa kelgan bo'lsa yordam kelib nina qo'yadimi, yurtni katta tomini olib beradimi? Ehsonni qilgan. O'sha ehson qilganlarni hayotiga Alloh baraka bersin. Tinch bo'lsin, sog'lik salomat bo'lsin, sog' salomat bo'lsin. Mashqiga oila xursand bo'lsa, ichida qanaqa xursandchilik bo'lsa, bizga o'sha yetadi. Turli ishlamiz, ichki ishlar, organlar sohasida mana shunaqa bir xayrli ishlarni ko'rganmiz. Faqat to'g'risini ayting. To'g'risi men ko'rmaganman. Mana endi Bu darajada. Yo'q, ko'rmaganman, bo'lmagan hamda o'zi. Oxirgi xonada syomka olyapmiz. Men syomka qilyapman, gapiryapman. Mana shunga eskali. Yomg'irda chakkisi oqib ketgan joyi edi. Tiqib ketib, men to'xtatib turib, Murod aka, olmay turingni o'zingga kelib olay deyapti. Bitta ko'zini yoshini artib, men o'tirib, keyin syomka qildik, eslashga. Bo'ldi, hozir men o'zi ko'nglim bo'lsin. Siz yig'laysiz, men battar yig'lab boraman deb. Bir-birimizni o'tib, amallab syomka qildik. Hasan Vashshi boshqacha edi, vashshi boshqacha bo'lib qoldi.
hashara kelolgansan ham? Ha. O'sha uymi? Yo, Lekin umuman tanimadim. xursandmisan? Boshim o'zgarib ketdi. Ha, xursandman. Akamlari xolasi bitta qoldi-yu. Qalab o'zgartirib tashladik. Yo'lim. O'zgartiramiz-ku. Mana amakilarning Ha, yaxshi. sababchi mana shu insonlar. Sog' bo'linglar. Rahmat. Bu fikr bildiryapti-da. Ha, o'zimi? Boshiga hashara kelganda bu o'zi aytibdi shu O'zgarib ketdimi? Umuman tanimayman. Yo'q. Shunaqa. Baraka toping. Qo'lingizdan cho'lmasin. rahmat, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli bizni ijtimoiy tarmoqda kuzatuvchi do'stlarimiz, hurmatli guruhimiz a'zolari. Mana va nihoyat 31 kun deganda mana shu 100-oilamizga ham yakun yasadik. Mana bugun 5-may 2025-yil. Barcha yurtdoshlarimizni, hamkasblarimizni, guruhimiz a'zolarini diqqat e'tiboriga turadi. Qani nima bo'lar ekan, oxir nima bilan tugar ekan deb. Mana go'zal yakun yasadik. Albatta mana shu uyni mana shu holatga kelishiga barcha guruhimiz a'zolari hammalaringiz hissalaringiz bor. Agar sizlar bo'lmaganlaringizda biz bu darajada natijaga erishmasdik. Muhtaram yurtboshimiz ta'kidlab o'tganlarida inson qadri shiorini biz ham o'z hayotimizda tatbiq qilib, mana yana bitta oilani shu kambag'alchilikdan farovonlik hayoti sari yetaklab olib chiqib ketdik. Yurtimizda yana bitta kam ta'minlangan oila tugatildi, xudo xolasa. Bu hammalaringizni yordamlaringiz bilan va amaliy yordam bergan O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti rahbariyatidan tortib eng oxirgi askarigacha hammalaringizga rahmat deymiz. Martabalaringiz ulug'. Hamda O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiya markaziy divon ofitseri podpolkovnik Buidinov Murodjon akamizga ham cheksiz minnatdorchiligimizni bildiramiz. Agar shu inson bo'lmaganda biz mana shu oilani bilmasdik. Rahmat, shunchalik tashabbus qilib, tashabbus ko'rsatib, boshidan oxirigacha xizmatda bo'lsalar ham amaliy yordamlarini, moddiy tomonlama yordamlarini ayamadilar shu oila uchun. Bu kishiga ham o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Mana ustoz otangday ulug' deydi. Mana ustozlarimiz uchun doim ta'zimdamiz. Mana boshida ham kelib, qo'llab-quvvatlab bizga motivatsiyalar bergan inson turibdilar safimizda. Sarvarjon akamiz hozir o'zlarini bir iliq fikrlarini bildirib o'tadi. Haqiqatan to'g'ri aytdingiz. Bu oila uchun bir baxt qasr desak ham bo'ladi. Kelib boshlanishda ko'rdik, shu ahvolda yashab, ular kelajakka qaysi ko'z bilan qarab, qanday katta bo'lib, bu savol edi. Mana hozir ularning ko'zida shu kelajak hayotga ishonch olib kirdik desa ham bo'ladi. Buning uchun oldingi mana Milliy gvardiya hozir oldingi TUT harbiy jamoamiz, oilamiz. Ya'ni bitta sinovdan o'tdik og'aylar. Bizlar haqiqatan bir ekanmiz. Shunda bitta haliga chiqib, shu yordam kerak deb qilganning o'zida mana shuncha bo'lib shu holga olib keldik. Avvalambor sizlarga rahmat. Shu narsani Murodjon bilan birgalikda shu narsani boshlab, bosh bo'lib turganinglarga. Keyin shu haliga Alloh yo'lida o'zidan ajratib chin dildan ihson qilgan hamma birodarlarimizga rahmat. Shu oila o'ylaymanki, toki hayot ekan, ular duosida doim bo'lasalar. Inshaalloh. Cho'lpon bundan buyog'iga bosh yekmasdan, mag'rur qadam qo'yib, farzandlari rohatini rohat ko'rib, yaxshi to'ylar qilish nasib etsin. Shu to'ylarga ham masalan aytsa kelib bir chet turma, hali kelib ketaman. Mana shu baxt qasrini kaliti. Shu uyda duo berasiz. Ilohim tinchlikdan xayli bo'lsin, yurtimizda tinchlik bo'lsin. Birligimiz ketmasin. Amin. Bunaqa Alloh yo'lida chin dildan chiqarib, saxovat 5 insonlarimiz ko'p bo'laversin. Shu yaxshilar bor ekanki dunyomizda. Doim tinchlik tasavvur bundan buyog'iga faqat to'ylarda kelib ishlash nasib etaversin. Barcha tizim vakillariga rahmatimizni aytamiz. Butun haligi O'zbekiston bo'yicha barcha mudofaa favqulodda vaziyatlar vazirligidan ham guruhimiz a'zolari bor. Ular ham qo'llab-quvvatladilar. Milliy gvardiya
o'sha qo'mondonligidan tortib oxirigacha Mudofaa vazirligi, Ichki ishlar vazirligi hammalaringizga o'zimizni cheksiz minnatdorchiligimizni bildiramiz. Martabalaringiz bundan ham ulug' bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, yurtboshimizning umrlari uzoq bo'lsin. Rahmat. Salomat bo'ling, rahmat. Sog' bo'linglar.